yetti qozon qiling. Shunda ovqat qilgisi keladimi odam, ha? Ya, yo'l bo'lsa, Bozorga borib keling. nima qilasan bozorda? Uydagi olib kelgan qozoningizda ovqat qilib bo'lmayapti. Nimaga qilib bo'lmaydi? Bo'ladi-yu. Qachon qilsa tegi oladi. Tuzukroq qozon olib kelmasam bo'lmaydi. Bo'pti, bor, olib kel. Pul berasizmi? Pulim yo'q. Ay, nimaga yo'q bo'ladi? Kecha kuni oylik oldingiz-ku. Ayni u pullarni joyi bor. Darrov qozoningdan qolgan pul yo'q. Mayli. Qo'shima qoqib olib kelarman, bo'lmasam o'zim amallab topib. Obbo, kimnidir topib qo'yami deyman, poylamasam bo'lmaydi-yu. Assalomu alaykum aka. Nima qilyapsiz? Yaxshimisiz? Xotinim yo'q-ku bozorda. Ovqat qilamizda, shunda qozon olaman deb. O'zi qozonlamada tag'in ye. Qozonni ini ekanman-ku. Mana qarang, hozir mancha kelib qoldi, bor xotinim. Uni ham tushiribdi. Mana etibdi bekitasi, kelib qozon bor, qishda sotilmaydi, bo'ling hamma. Nimaga yashashimiz kerak? Bu do'kon bo'lsa, bu tovarlarimizni sotishimiz kerak bu aka. Ketayotganda bir qismini ketaman aka. Ya, deb qo'y. Sotishimiz kerak aka. Mashaq bo't qizmayman, so'z mashaq bo't qizmayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. UCC Life do'koni shu? Shunaqa. Voy, men Instagramda kuzatgandim, sizlarning do'koninglar. Voy, sizni ham ko'rgandim. Voy, bu idishinglar haqiqatdan ham Germaniyadan ishlab chiqaradimi? Shunaqa to'g'ri, bu bizning modellarimiz UCC Life firmasi Germaniya texnologiya bo'yicha ishlab chiqariladi. Menga qarang, ukajon, bu qozonlar tegi olmaydimi? Chunki xo'jayin olib kelgan qozonlar alyumin tegi oladigan hid chiqaryapti. Men bilasizmi, firma, ishxona, korxona bor atrofimda, o'shalarga ovqat qilib sotaman, tirikchilikda. Menga yaxshi qozonlaringizdan bering. Mana katta qozoningizdan, keyin kichikroqdan. Voy, manti qozon bor ekan-ku. Bilasizmi, shunaqa mantini yo'qqa qilib, qo'lim o'ynatib mantilab pishiraman. Ayni mana shunga manti qozon menga kerak edi. Olmasa bo'ladimi? Yo, bizga yangisini beramiz. Yangi potovkasini ochib beramiz. Aha. Bu qasqonimizni tegini qozon qilib ishlatsangiz bo'ladi. 10 litrlik. Tanlayotgan narsalaringizni sizga komplektini yangisini olib beraman. Voy, mana bu qushda ichiladigan cho'gimmi? Ha? Shundan ham bitta naborga qo'shib yuboring. Bu naborimizdan ichidan chiqadi yo'q? Voy, buncha yaxshi bo'ldi bo'lmasam. Rahmat ukajon, baraka toping. Yaxshi ishlating. Pulicha buni olib. Pulini o'n yoqda yashinib yotgan xo'jayinimdan olasiz, xo'pmi? Rahmat adajonisi. Onangning